Sayohatga chiqishda hamma qo'rqadigan narsa til muammosi. Til bilmasam shart sayohat qilaman. Buni yechimi juda oddiy. Videoni oxiridan ko'ring, bilib olasiz. Buni yechimi oddiy. Hammani telefonda bo'lgan Google tarjimoni shunchaki so'zlaymiz, sizning gapingizni tarjima qilib beradi. Lekin qisqa, sodda, sof o'zbek tilida gaplashish kerak. Har xil shevalar tushunmaydi. Boshqa tildagi so'zlarni qo'shib so'zlasangiz xato tarjima qilib qo'yish mumkin. Qiyin emas, hattoki katta yoshda insonlar ham foydalanishi mumkin. Hozir o'zim foydalanib ko'rsataman, ham Tailandda o'zimiz realni foydalangan videoni ham qo'yaman. Esa boshladik. Google tarjimani giramiz. Shunday oddiy ko'rinishda bo'ladi. Buni nastroykaga hozir o'zbek tilidan ingliz tiliga turibdi. Siz xohlasangiz boshqa tilga o'zgartirishingiz mumkin. Misol uchun rus tili, misol uchun arab tili va boshqa tillar. Bizda hozir ingliz tilida turadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, pastda mikrofonni belgisi bor. Shu mikrofonning ustiga bosib, shunchaki sof o'zbek tilida gapiramiz. Misol uchun resepsiyon yoniga kelib, iltimos, bu yerga eng yaqin bo'lgan masjidni ayta olasizmi? Birinchidan bizdan to'g'ri eshitdi, tarjimasam can you please tell me the nearest mosque to this place? Tarjimasam to'g'ri. Endi shevada gaplashib ko'ramiz, to'g'ri xorazmcha o'ramiz. Iltimos, bu yerga eng yaqin bo'lgan masjidni aytib berasizmi? Bizani eshita olmadi, ikkinchidan tabiiyki tarjimasam xato. Xohlasangiz tekst ko'rinishida yozishingiz ham mumkin. Misol uchun Burj Xalifaga qanday borsa bo'ladi? How to get to Burj Khalifa tarjimasi to'g'ri. Xohlasangiz tekst ko'rinishida, xohlasangiz ovozli ko'rinishda qilsangiz bo'ladi. Ishlatish juda oddiy. Bizning mamlakatga sayohat qilishingni tavsiya beraman. Tavsiya qilaman. ฉันแนะนำให้คุณไปเที่ยวประเทศของเรา ฉันไม่มีเงินมากพอที่จะไปเที่ยวประเทศอื่นได้ I don't have enough money to travel to other countries. Bizning shahar ancha arzon, qimmat emas. เมืองเราถูกมากไม่แพง So'rayim, mag'azza, tez so'rayim. Ha, yo'q, hisobda. Hozir Tailandda videomizga e'tibor bergan bo'lsangiz, biza o'zbekchadan tailandchaga, Wukiz esa tailandchadan inglizchaga qo'ydi. Imkoniyatlar ko'p, shunchaki foydalanish kerak. Bunday lifehacklarni, foydali ma'lumotlarni o'tkazib bermaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videom sayohat davomida 3-4 so'z bilan savdolashishni o'rgataman. Hattoki yarim barobar arzonini olishingiz mumkin.